Assalomu alaykum, hurmatli guruhdoshlar, ustozlar. Hop, Namangan viloyati Chortoq tumani Bog'iston mahalla fuqarolari yig'inida joylashgan Fayzobod ko'chasiga kelganmiz. Fayzobod ko'chasida 1 gektar sotiladigan bog'imiz bor ekan, tayyor meva kirib turgan bog'imiz bor ekan. Shuni sizlarga arzon qilib o'tamiz. Qani marhamat. Hurmatli kuzatuvchilar, hop, mana xudo xolasa bemalol bahordan kuzgacha texnikangiz bo'lsa, texnikangizga kirib bemalol foydalanadigan yo'limiz ham bor. Qolaversa 400 metr yo'limiz bor ekan. Shu tepedagi terakgacha ekan. Bu yog'i 25 metr ekan. 4 ta radimiz bor ekan. 4 ta radimizda ko'rib turibsiz, bir tup qaynoli, bir tup olma ekan. Juda ham chiroyli qilib ekilgan ekan. Qolaversa o'sha yangi kuchga kirgan holatda ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bevosita olib ko'rsatib beramiz. 1 yilda 70 million, 80 milliondan 150 milliongacha daromad qilishar ekan. Endi bular unaqa qilarga tagiga go'ng solib boshqa qilishmas ekan, boshqa nima qilishmas ekan. Mana shu oddiy holatda ishlov berganda shunaqa daromad bo'lar ekan. Inshaalloh, ishlovlarni berib, yana boshqalardan bir yana qaraladigan bo'lsa, undan ham ko'proq daromad olsangiz bo'ladi aka deb aytishyapti. Qolaversa mana, hop, mana bu joylarga molkonlaringizni bemalol o'sha erta bahordan kech kuzgacha qorni to'yg'izadigan o'tlarimiz ham tayyor bo'lar ekan inshaalloh. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 140 tup g'aynolisi bor ekan, 140 tup olmasi bor ekan. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham holati hop, meva qilib turgan holatdagi mana shu ekan. Qolaversa undan tashqari yana alohida ko'chat ekishgan ekan. Mana mana xudo xolasa hop, yangi ko'chat ekishgan joylari ham bor ekan. 140 tup 280 tutdan tashqari esa mana ular hozir mana ko'chatda yangi ekkaninglar. Mana ko'rib turibsiz. Hop, bir haftada suv tegar ekan. Masalan, dushanba kuni saysiz, narigi dushanba kunga yana suv tegishi mumkin ekan. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hozir pastdagi nomerni qoldiramiz. Kelishilgan narxlarda qilib berishadi.